Assalomu alaykum. Hayotingizdagi eng kontrastli turga taklif qilaman. Bu turni men shunaqa deb nomladim. Bunga sabab biza 4 ta narsani bitta turda uyg'unlashtirdik. Bular adrenalin, ham tarixiy lokatsiyalar, ham juda go'zal bo'lgan dengizda dam olish, ham atrof, muhit, manzara, o'rmonlar va tog'lar. 10 kun ichida 10 tadan oshiq shahar, 30 tadan oshiq lokatsiyalarini mashinada road trip qilib aylanamiz. Mashinada aylanishimizning sababi buni o'zi alohida bir mavzu. Bizani primerda mana shunaqa manzaralar kutyapti. Shahardan shaharga yuradigan yo'llarimizning manzaralarini o'zi bizga juda ham o'zgacha emotsiya va taassurotlar berishi aniq. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bitta dona minivan yoki mikroavtobus va bitta haydovchini gaplashib, hammani bitta mashinada olib yurish juda ham qulay bo'lardi. Ham narx jihatdan, ham qulaylik jihatdan. Lekin aynan road tripni tanlaganimiz sababi men o'zim bu narsani o'z boshimdan kechirib ko'rdim va sizlar uchun albatta bu narsaga ilindim. Sayohatimizni boshladik. Birinchi kunni Izmirdan boshlaymiz. Izmirda qashshoq aholisi yashaydigan, xuddi Braziliya hamda Afrikada uchratishingiz mumkin bo'lgan favelalarni ko'ramiz. Eski kvartallarning orasidan yurib, eski bozorini aylanib, eng tepa nuqtada joylashgan Kadifa qal'asiga ko'tarilamiz. Bu qal'adan Izmir shahri 360 gradus xuddi kaftingizdagidek tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu nuqtadan butun Izmir shahrini tomosha qilib, kechga yaqin keyingi shaharga, Cheshmega yo'l olamiz. Bu shahar hozirgi paytda Turkiyaning eng taniqli film hamda seriallari videoga olinayotgan joy. Bu yerda Alaçatı degan bitta ko'chasi borki, biz ham o'sha joyga borib ujin qilamiz, обязательно kechki ovqatni o'sha yerda qilamiz. Bu joyga kelishdan oldin telefoningizda maksimum joy bo'shatib kelishni maslahat beraman, chunki galereyalar portlab ketishi aniq, rasm va videolardan. Cheshmeni go'zal joylari umuman olganda juda ham ko'p. Biza bu tun o'sha yerda qolib dam olib, ertasi kuni, ya'ni ikkinchi kun Cheshmeni aylanishga boshlaymiz. Eng taniqli Maldivga o'xshatishadigan plyajı, dengizni o'zidan qaynab chiqadigan issiq mineralli suvida cho'milamiz va Marsni atmosferasini beruvchi oppoq mramor hamda qoya toshli plyajini tomosha qilamiz. Cheshmeni aylanib emotsiyalarni olib bo'lgach, keyingi shaharga yo'l olamiz. Ammo yo'lda bizani bitta eski qadimiy Efes shahri kutyapti. Efes shahri hozirgi paytda ekskursionniy programmalarni hammasiga qo'shiladigan bir must have joylardan bittasi bo'lib qolgan. Chunki aynan shu joyda 7 olam mo'jizasini bittasi Artemida xramlari aynan shu joyda joylashgan. Qadimiy joylarni ziyorat qilib tomosha qilib bo'lgach, quyosh botishini Kushadasida primerda mana shunaqa manzarada tomosha qilamiz. Kushadasi bu kruizli shaharcha bo'lib, xuddi yevropeyskiy koloritni beradi. Bu shaharni biz aylanamiz va vizitning kartochkasi bo'lgan Dilek milliy bog'iga boramiz. Dilek milliy bog'iga o'tgan yilning o'zida 4 oy ichida 1 milliondan oshiq odam tashrif buyurishgan. Bunga sabab bu joyning o'zini juda go'zal buxtalari, o'rmon, tog'lar hamda dengizidir. Bu joyda biz ham qolib, biroz vaqt dam olib, keyin yo'l olamiz. Keyingi shaharimiz esa Bodrum bo'ladi. Quyosh botishini yana yangi, ya'ni 3-shaharda Bodrumda kutib olamiz. Dash 4-chisi bo'libdi-ku. Izmir, Cheshme, Kushadasi, Bodrum. Bodrumda eng taniqli bo'lgan Marina ko'chasida aylanamiz. Aynan shu nuqtadan turib, Bodrumda quyosh botishini kuzatamiz. Kechki ovqatni Marinadagi dengiz restoranida qilamiz. Bu yoqqa kelib, dengiz restoraniga kirmasdan ketish bu juda noto'g'ri hisoblanadi. Ertasi kuni Bodrumda bizani juda ham ajoyib trekking kutyapti. Bu trekking hududda men to'g'risi birinchi borganimda adashib borib qoldim desam ham bo'ladi. Chunki biz eski qadimiy shaharni qoldiqlarini tomosha qilgani chiqdik va u yerda yo'llarda qo'yilgan strelkalarga qiziqib, dalshi nima bo'lar ekan degan qiziqish bilan strelkaga qarab ko'tarilib keturamiz. Qarabmizki 6 kilometr peshkom yurib qo'yibmiz. 1,5 soat
ko'tarildik va quyosh botayotgani uchun hozir qorong'i bo'ladi deb 1,5 soat qaytib tushdik. Va men uchun bu joy nima bilan tugallanishi juda ham qiziq bo'ldi. Shundan keyin esa bu lokatsiyani aynan shu turimizga qo'shishga qaror qildim. Endi bu lokatsiya haqida aytadigan bo'lsam, bu Bodrum Lalek yo'li bo'ladi. 2000 yillik tarixga ega bo'lgan, tarixiy shaharlarni birlashtirib turgan bu yo'l hozirgi paytda turistlar uchun, trekking uchun ochiq, hammani kutyapti. Bu joyda siz ham o'rmonning orasidan o'tasiz, ham tog'larning uchiga chiqasiz, ham manzaralardan bahramand bo'lasiz va boshqa trekkinglarga bilan solishtirganda ajoyib jihat shundaki, bu joyda siz qadimiy shaharlarni qoldiqlarini tomosha qilasiz. Boshqa joyda men bilmadim, ham tarix, ham manzarani birlashtiradigan trekking yana qayerda bor. Trekking qilishni xohlamagan odamlar albatta dengiz bo'yida bu kunni o'tkazishlari mumkin. Keyingi kuni Bodrumdan Datchaga paromni suzib o'tamiz. Datcha bu shunaqa joyki, turklarning o'zi bu yoni yerdagi jannat deb nomlashadi. Bunga sabab bu yerdagi sakinat, bu yerdagi go'zal manzaralar, odamlarni xushmuomala, xushchaqchaqligi va tasavvur qiling, yoningizda shundoqqina limon hamda mandarinlar pishib turibdi va bu juda ham odatiy hol. Mana shu hissiyotlarni o'zimiz ham his qilib ko'rib bo'lgach, biz Datchani eski shahariga boramiz. Eski shaharida mahalliy aholi tomonidan echki sutidan tayyorlanadigan har xil narsalar aralashtirilgan muzqaymog'i bor. Bu muzqaymoqni yeb ko'rmasdan ketish yo'q. Lekin ogohlantiraman. Bu muzqaymoqni yeb ko'rganingizdan keyin qaytganingizda boshqa morojenilar sizga yoqmay qolishi mumkin. Datchani aylanib bo'lgach, Fetkaga qarab yo'l olamiz. Lekin yo'lda bizani yana bir ajoyib shaharcha kutyapti. Akyaka. Bu shaharchada o'zini taniqli bo'lgan juda go'zal daryosi bor. Mana shu daryoda kichik va qisqa boat trip olamiz, ya'ni qayiqda sayr qilamiz. Aynan shu shaharchada men anchadan beri o'zimga must visit qilib olib qo'ygan bitta ajoyib restoran bor. Mana shu joyga borib ovqatlanamiz, chunki bu yerdagi atmosferani shunchaki tomosha qilinglar, mana ko'rsataman. Kechga yaqin Fetkaga kelamiz va qisqa trekking qilib, xuddi Petra, Iordaniyadagi kabi manzarali bu yerda ham eski qabr toshlar bor. Tog'larning orasida qurilgan qabr toshlar. O'shani tomosha qilgani chiqamiz. Bu joydan turib Fetkada juda ham go'zal quyosh botishini tomosha qilishimiz mumkin. Kechki payt shu joyda qolib dam olamiz. Lekin ertaga bizani eng kulminatsion kun kutyapti. Chunki biz O'lu dengizga yetib keldik. O'lu dengiz Instagramga shunchaki O'lu dengiz deb urib ko'ring, qanaqa rasm, qanaqa manzaralar chiqishidan siz o'zingiz shokda bo'lasiz. Bu joy dunyoga taniqli joylardan bittasi desam ham bo'ladi. Sababi 2000 metr tepalikda parashyutda uchib paragliding qilish uchun juda zo'r sharoit qilib qo'yishgan va butun dunyodan imminni parashyutda uchishga qiziqadigan odamlar mana shu joyga kelib dam olishadi. Albatta bu yoqqa kelib parashyutda uchmasdan ketish yo'q. Biz ham parashyutda uchib mana shu go'zal manzaralardan bahramand bo'lamiz. Eng qizig'i, aynan shu parashyutlar qo'nadigan plyajı Blue Lagoon deb nomlanadi va bu O'lu dengizdagi ikkinchi must have ko'rish kerak bo'lgan joylardan bittasi. Parashyutda uchib tushgach, biz ham aynan shu joyda cho'milib, dam olib vaqtimizni o'tkazamiz va kechki payt quyosh botishiga yaqin yana bir qisqa trekking qilib, tog'ning uchiga chiqib, mana bunaqa manzara bilan quyosh botishini kutib olamiz. O'zimiz bilan snack va ichimliklar olamiz. Fetki hamda O'lu dengizidagi sarguzashtlarimiz nihoyasiga yetdi. Bu kuni qolib, ertasi kuni Kash shahriga yo'l olamiz. Lekin yo'lda yana bitta ko'rib ketadigan joyimiz bor. Kapalaklar vodiysi. Mana bunaqa nuqtadan turib, juda ham chiroyli rasm hamda videolar olish mumkin. Shundoqqina Kash shahriga yetib kelgach, bizani yo'lda Kaputash plyajı kutib oladi. Bu plyaj internetda juda ham mashhur. Mana bu manzaralar, mana bu oppoq qum va dengizining rangi xuddi Maldivga o'xshagan bo'lgani uchun bu yoqqa aynan shu plyajni ko'raman deb keladigan odamlarning o'zi
juda ham ko'p. Biz ham albatta mana shu plyajga kiramiz va cho'milamiz. Quyosh botishini mana shu joydan tomosha qilib bo'lgach, otelga borib joylashamiz. Ertasi kuni Kash shahridagi Moviy dengizlarda cho'milamiz, kayaking qilamiz va xohlaganlar snorkeling qilishlari ham mumkin. Chunki Kash shahri Turkiyaning shaharlarining orasida eng dengizi go'zali hisoblanadi. Quyosh botishiga yaqin keyingi shaharga boramiz va Yanartashga 30 daqiqalik trekking qilib ko'tarilamiz. Eshitdinglar? Yanartash, ya'ni yonadigan tosh. Bu joyda 2000 yildan beri o'chmagan olov bor. Qoya toshlarning orasidan chiqib turadigan bu olovda marshmallolarni qizdirib yeb ko'ramiz. Keyingi kuni esa Kemerdagi eng taniqli bo'lgan 2360 metr balandligigacha ko'tariladigan funikulyar, ya'ni kanatli doroshkada ko'tarilamiz va o'z sayohatimizni eng baland nuqtada tugatamiz. Keyingi kuni esa shunchaki bo'sh vaqt. Biz birgalikda vaqt o'tkazamiz, mangal tayyorlaymiz, cho'milamiz, magazin hamda bozorga borib suvg'a salomni sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetadi. Mana shu aytib bergan turimni har bitta lokatsiyalarni rasm hamda videolari bilan men o'z Telegram kanalimda qo'yib ketganman. Kirib tomosha qilishingiz mumkin. Bu programmani tayyorlash uchun menda 1 oy vaqt ketdi va ajoyib o'tishi xudo xolasa siz uchun kafolatlangan. Xullas, gapiraman desam gap ko'p. Har bitta lokatsiyani alohida aytib o'tadigan bo'lsam 1 soatdan shu video bo'lib ketadi. Va mana shu videoda aytib o'tmagan lokatsiyalarim ham juda ham ko'p. 100 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rganingiz yaxshi. Undan ko'ra keling bizani safimizga qo'shiling. Birgalikda meni o'zimning boshchiligimda har bitta shaharni o'zimiz uchun kashf qilamiz. Hammanglar bilan sayohatni ko'rishguncha